Hop, mana uni birinchisini ochib olgandan keyin bossangiz, sразу o'zi nimaga kiradi? WinRARga, programmaga. Resettir, adjustment programmani bosasiz. Уже programma chiqib kelyapti mana. Sizda nima o'zi bitta printer ulangan bo'lsa, bu selectni tanlashingiz shart emas. Shu 805 ni o'zini ulab olib turib, mana o'sini bosasiz. Mana yerda qator turibdi, mana shularning ichidan mana Vasta Input Counter degan Vasta Input Counterni tanlab OK deb bosasiz. Mana tablosi chiqdi, 0 qilaydigan. Hop. Endi chek. Mana meniki 67% bo'libdi, to'lishiga sal qolibdi. Mana 22% ikkinchisi. Hop, endi buni 0 qilishlik uchun mana ikkovini belgilayapman-da. Galochka qo'yib qo'yapman. Shu ikkovini 0 qilishlik uchun mana yerda mana Initialize bor. Initialize. Bitta bossangiz OK so'raydi. OK deb bosib olasiz. Please turn off the printer deyapti. Printerni o'chirib yoqing degani bu. OK deb bosib printerlarimizni o'chirib yuboramiz. Hop. Bo'ldi. Shu. Keyingisiga yoqqaningizdan keyin printer yonida. Yana chekib ko'rasiz. Holatini. Mana 0 foizni 0 ga tushirib qo'ydi. Sizniki mana shu 100 turgan bo'ladi. 100 turgan, tepasi yo pasti 100% turgan bo'ladi, to'lgan hisoblanadi. O'sha chekni bosasiz. Bitechkani belgilaysiz, ikkala galochkani qo'yasiz, ikkovini. Hop, keyin mana Initialize bosib olasiz, o'zi printerni o'chirib yoq deydi. Bo'ldi shu.